sizda AMG gormoni tushib ketganmi birdan past, yoki follikullar soni kamayib ketganmi, yoki eko o'xshamayaptimi, yoki sizda erta klimaks, hali yoshsiz, erta klimaks demak hayzingiz kam kelyapti, o'zida tekshirsangiz follikularingiz kamayib ketgan, AMG ni tekshirsangiz AMG past, xullas erta klimaks. Nima yordam berishi mumkin? Bunda sizga tuxumdonlar PRPsi yordam berishi mumkin. Bu nima degani? PRP deganda biz mayatdan, venadan qon olinadi, o'z-o'zingiz qoningiz olinadi-da, maxsus probirkada sentrifuga qilinadi va maxsus plazma olinadi, trombotsitlar va o'suvchi faktorlarga to'la foydali plazma olinadi va o'sha plazma tuxumdonni ichiga maxsus apparat bilan jo'natiladi va sizda o'zingizda uxlab yotgan follikullaringiz o'zingizda ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda tuxumdonlaringiz uyg'onadi. Xullas shunaqa usul ham bor. Oliy toifali akshur-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimqulovna. Sog' salomat bo'linglar azizlarim.